Assalomu alaykum Bo'stonobod ahli. Yangilanayotgan O'zbekistonimizda yangi kun boshladi. Bugun 10 noyabr soat millari 7:00 ni ko'rsatmoqda. Jonajon mahallamiz Bo'stonobod hududida havo harorati 10 daraja iliq. Mahalla idorasi va barcha mavjud tashkilotlar sizlarning bugungi xizmatlaringizga shay ekanini ma'lum qilgan holda kun davomida sizlarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Ayni daqiqalarda har doimda bo'lganidek mahallamiz iste'dodlari jonli qo'shiqlar ila kunni boshlab berishmoqda. Nuroniylarimiz esa obod yurtimiz haqqiga qilayotgan duolari bilan yangi kunga hamnafas bo'lmoqdalar. O'quvchilarimizga maktabga kech gullagan mangu xazonsiz bog'u bo'stondur hayot. Erkalar keng bag'riga tinchlik farog'at baxsh etib, rang barang gullarga to'lgan zo'r gulistondur hayot, zo'r gulistondur hayot. Biz hayot farzandimiz yetkazdi bizni voyaga, shu sabab dilmangliyot tillarda dostondur hayot. Har kunim omad erur, bu mening umrim sharaf. Kuylarim qo'shiqlarimda mangu dostondur hayot, mangu dostondur hayot. Mehnatu ijod bilan ortar kamoling kun sayin, gullagan mangu xazonsiz bog'u bo'stondur hayot. Biz hayot farzandimiz yetkazdi bizni voyaga, shu sabab dilmangliyot tillarda dostondur hayot. Erkalar keng bag'riga tinchlik farog'at baxsh etib, rang barang gullarga to'lgan zo'r gulistondur hayot, zo'r gulistondur hayot. Biz hayot farzandimiz yetkazdi